Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selam ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem cemaat. Mana bu ko'rinib turgan mübarek yerdagi cennet bo'lib turgan yangi masjidlarimizdan Abaqori mahallidagi mana shu mahallasiga qarashlik bo'lgan mana bu mübarek Allah Teala'nın beyti azizlar. Mana endi yetekchilarimiz tomonidan mana shu iltimosdan shu jamoatlar iltimosiga binoan hurmatli jamoat ertaga juma namozlari o'qilishi kerak edi. Mana shu juma namozi bo'lib e'lon bo'lyapti muhtaram jamoat. İnşallah Rabbil alamin 3 qavatdan iborat bu masjidimiz 1,5 mingdan oshiqroq odam sig'adigan. İnşallah yozli kunlari issiqda, qishda sovuqda insonlarda shu yerda bir xushu huzu bilan Alloh taologa ibodat qilishligi va shu ibodatda mustahkam bo'lishligini Alloh taolo o'zi iroda qilsin. Alloh taolo o'zi qabul qilsin ibodatlarimizni muhtaram jamoat. Hurmatli jamoat, atibiyat tomonimizdan, hurmatli qoziyat tomonimizdan, hurmatli qozimiz, shu yetakchi ustozlar, inshaalloh Robbil alamin kelishgan holatda ertaga juma kuni ochiladigan marosimimiz bor edi. Bugun juma masjid qilib, inshaalloh Robbil alamin narigi jumaga Xudo xohlasa, Alloh taolo buyursa, hurmatli jamoat, muftiy hazratlari ham keladigan bir yaxshi tilaklar bor ekan. Butun elimiz yaxshi qabul qilindi. Shuning uchun hurmatli jamoat, inshaalloh 9 avgustga narigi juma kuniga ochilish marosimi. Eshitganlar kelib, inshaalloh Robbil alamin Alloh taoloni muborak yana farz bo'lgan namozlari, mana juma namozlarini kelib birgalikda baham ko'rsak, mana bu Alloh taoloni baytini. Shuni bir e'lon qilmoqchidik. Alloh taolo barakatli qilsin. Va sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Hop, biz albatta sizlardan iltimos qilamiz. Narigi jumaga 9 ana avgustga to'g'ri kelib qolyapti. Xudo xohlasa, mana bu mahalladagi bu jami masjidi bo'lib, juma namoz o'qiladigan masjid bo'lib ochiladigan reja bo'lyapti. Alloh taolo o'zi barakatli qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.